yeyishni yaxshi ko'raman. To'g'risini aytsam, baquvvat yeyman ovqatni. Sal 1-2 kilo ves olsam, mash choyimdan bitta bokal ichganim o'zida 3 kunda men 2 kilo ves tashiyman. Obedda, ujinda xohlagan ovqatinglarni yeysizlar. Faqat fast food bo'lmasin, tam hasp yeysizmi, osh yeysizmi, norin yeysizmi, xonim yeysizlarmi, umuman farqi yo'q. Bir chelak shag'al yesanglar ham ichinglaringlar zo'r hazm qilib tashlaydi. Bir oyda 12 kilodan 25 kilogacha ozish bu tasdiqlangan это faktim. Buni ichganinglardan keyin teringlarning rangi o'zgaradi, rangi tiniqlashadi, sochlaringlar ham qalinlashishni boshlaydi. Bir osh qoshig'ini yarim litrli termos olasizlar. Обязательно termos bo'lishi kerak, choyning to'g'ri kelmaydi. Ertalab soat 6 da och qoringa ichasiz. O'zbekiston va SNG davlatlari bo'yicha pochta xizmati dastavkamiz bor. Albatta bepul emas, pulini o'zingizlar to'lab olasizlar. Shifoli bo'lsin.